Türkiye'nin ataklık yazgıcısı Reşat Nuri Guntekin'nin Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Chala qushi nomli romani. Bu roman Belqut şirketida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida anlatildi. İltimasning kopiyasini bir qancha qitim mudirning oldiga elib chiqib kirdi. Bir necha yerlari qizil siyo bilan sizilib bo'yalgandan keyin oq qog'ozga ko'chirildi. Mudir: "Qani qizim, Alloh madad bersin. Men qo'limdan kelishicha yordam qilaman", dedi. Yana da boshqa kishilar bo'lg'ashqa ortiqcha bir narsa so'rashga petinolmadim. Bu qog'ozni kimga elib borganligimni, nima deydiganligimni bilmaydim. Maima muallimani qayta ko'rish umidida atrofimga qaraganimda ko'zim Shahab apandiga tushdi. Kichik katib palampayda birisini kutib turardi. Ko'zlarimiz uchrashib qoldi. U tatinib beshini tuvan silib oldi. Bir nima deyishni xohlasimi, lekin petna maydatganligi ko'rinib turardi. Yenidan o'tib to'xtadim. "Bugun sizni bekni avora qildim. Marhamat qilib, buni nega opirdiganligimni deb beramsiz, apandim?" "Iltimosning keyindan yurish qiyin ish, singlim. Ruxsat qilsangiz bu ish bilan men shug'ullanay. Siz avora bo'lmang. Faqat onda-sonda kelib tursangiz bo'ldi." "Qachon kelaman?" 2-3 kundan keyin. Ishning 2-3 kunga so'zilishini anglab jinim siqildi. Lekin kelib ketish rosa bir oyga so'zildi. Agar bechora Shahab apandining g'ayirda bo'lmasa, texmi uzunga so'zilishi mumkin edi. Agar kishilarni undaq-mundaq desakmi, ular ichida ajoyib odamgarchiligi borlari uchraydi. Men bu boladan ko'rgan yaxshiligimni o'zim unutmayman. Meni ishni ko'rish bilan yugurib palampayda kutib turardi. Mening iltimosimni ko'tarib, uy kirib chiqib yurganida xijillikdan yerga kirib ketgudek bo'lardim va qanday rahmat etishimni bilmaydim. Bir kuni kichik katib bo'ynini o'ribotdi. Bo'g'ilib yo'tilib gap qilsa nafsi qisiladi. "Ag'rib qoldingizmi? Shunday ahvolda nemishqa idoraga kelasiz?" dedim. "Bugun javob elishga kelishingizni bilatdim", dedi u. Ixtiyorsiz kuldim. "Mushu sabab bo'ladimi?" "Albatta, boshqa ishlarmi bor. Sizga ma'lum, darslar yangidan boshlandi." "Menga beradigan yaxshi javobingiz bormi?" "Bilmayman. Materialingiz umumiy ta'lim tarbiya ishxonasining mudirida. Sizni kelsa men bilan ko'rishsin", dedi. Umumiy ta'lim tarbiya ishxonasining mudiri qopiq turilgan, chiroyiga texmi dahshat qo'shib turgan qora ko'zoynak taqib, oldida do'linib yotgan qog'ozlarga bir-birlab qo'l qo'yib yerga tashlaydi. Oq burutliq katib rukuga tushgandek egilib qopib qog'ozlarni yig'atdi. "Apandim, meni yo'liqsin deb tikansiz", dedim. Yuzimga qaramasdan qo'pol ovozda. "To'xtab tur, xanim, to'xtab tur. Bu ishlarni ko'rmayapsansan", dedi u. Oq burutliq katib qosh ko'zi bilan ishora qilib saqlab turishimni tushuntirdi. Ayib ish qilib qo'yganimni bilib, bir necha qadam orqamga chekindim va shirmining yanida kutib turdim. Mudir qog'ozlarga qo'l qo'yib bo'lgandan keyin ko'zoynakini qo'l yog'lig'i bilan surtib turib, "Iltimosingiz rad qilindi. Stajingiz 30 yilga yetmaydi ekan", dedi. "Meningmi apandim, biror o'qishmaslik bo'lmasin yana?" "Sen Xoyri xonim emasmi?" "Yo'q, men Farida apandim." "Qaysi Farida?" "Ha, esimga keldi. Afsuski, sizningmi shundaq. Siz o'qigan maktabning nazorati inovati yo'q ekan. Bu diplom bilan xizmatga tayinligila bo'lmaydi ekan." "Endi men qanday qilaman?" Ixtiyorsiz eg'zimdan bu ma'nisiz so'z chiqib ketdi. Mudir ko'zoynagini qayta taqdi. Meni shanxu qilgandek bir alpozda. "Endi u taraflarni o'zingizdan o'ylashingizga qo'ydim. Shuncha ishlar ustiga yana sizning nima bo'lishingizni o'ylashga tushsak, holimizga voy", dedi. Umrimda ochiqqa unutilmaydigan minutlarimning biri mushu bo'lishi mumkin. Shundaq, men nima qilaman? Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, shuncha yillar yashadim.
Bu yaşımda yiroq yerlarning g'iyirtliqini ko'z oldimga keltirgan edim. Bu ishlar ozlik qilgandek menga yana alam qilmoqchi. Endi nima oqibatlarni ko'raman? Qayta hammanni uyga berish o'limdanmi yomon? Oxirgi bir umid bilan yiliqim mudirning oldiga kirdim. Yig'ilib etmaslik uchun tishimni tishlab turib. Mudir apandim, mening diplomim qarg'a kelmasmish. Endi men qanday qilaman? dedim. Bu so'zlarni odatdan tashqari huduqish bilan aytdimmi bilmayman, nemishqidir bu odam qattiq qayg'urdi. Hey, qanday qilamiz qizim? Men mo gap qildim, lekin mehr shafqat ko'rsatib ich og'ritadiganlar nada? Bu shafqat meni bazlagandek bo'ldi. Mudir apandi, zodi ish topmasam bo'lmaydi. Hech kim berishni xohlamaydigan yiroq bir yezi bo'lsa-mu, men xushallik bilan boraman. Birdilla mudir bir narsani o'ylagandek. To'xtang qizim, yana bir sinab ko'raylik, dedi. Derazaning yanida egiz bo'yliq bir kishi gazet o'qib o'tiradi. Yuzi ko'ch tarafga qaraganligi uchun faqat oqirishga boshlagan chechi bilan saqilining bir qismini ko'raladim. Mudira qattiq ovozda: "Bey apandi, ozroq ijozat qilamsizkin?" dedi. U gap qilmasdan o'rildi. Asta yenimizga keldi. Mudir meni ko'zdi. "Bey apandi, savob ishlarni yaxshi ko'rasiz. Bu bola fransuz maktabini bitiribdi. Ahvoli gap so'ziga qaraganda martabalik oiladan ekanligi chiqib turadi. Lekin bizga ma'lum, peshkanlikka yo'liqmaydigan bir Allohning o'zi. Ishlashga majbur bo'ldi. Eng yiroq bo'lmoqchiq bo'lsa-mu borman deydi. Bizninkilarni yaxshi bilasiz. Buni so'zlab o'ldirish hojatsiz. Bo'lmaydi debla tugitadi. Siz Nozir apandiga bir ikki eg'iz so'zlasangiz ish bitadi. Shundoq emasmi bey apandi?" dedi. Mudira so'zlab o'tib, uning jafodan vaqtsiz mo'chishga boshlagan mo'risini silaydi. Kiyinishidan, ko'rinishidan bu odamning men uchratgan odamlardan boshqacha ekanligini bayqadim. U mudirning so'zini yaxshiroq anglash uchun sal egilib qo'lini quliqining kayniga qo'ydi. Sal qizargan, lekin muloyim, g'amkin ko'zini menga o'rib, bo'g'iq ovoz bilan fransuzcha so'zlashga boshladi. Qaysi maktabni bitirganligimga, qanday o'qiganligimga, nima qilmoqchi bo'lganligimga doir savollarni so'radi. Bergan javobimdan mamnun bo'lgani ko'rinib turadi. Biz so'zlashayotganda ishxona mudiri zo'xlanib keladi. "Yo'pirim, fransuzchani bulbuldek so'zlaydi ekansan-ku. Bu bir turk qizi uchun maqtashga arzigidek fazilat." Gülmisal kalfa daim ayning 15 aydın 15 qarang'u deydi. Ataqliq shoir ekanligini men keyinroq bilgan bu odam menga qarab turganda mening uchun ayning yaqinlashganligini his qilardim. Bir oydan beri asta-asta yo'qolishga boshlagan xushalligimni qayta topgandek bo'ldim. O odam menga hozirgacha hech kimdan anglamagan chiroyli so'zlarni degandan keyin meni boshlab Nozirning ishxonasiga akirdi. U o'tib ketayotganida xizmatchilar o'rnidan turishib, eshiklar o'zligidan ochilib ketadi. Yarim soatdan keyin Bey viloyatining markaziy o'rta maktabida bo'sh qolgan jug'rofiya va rasm darsi muallimligiga tayinlandim. Chala qushi shu oqshimi Ayubga qaytganida xushallikdan uchib boradi. Buningdan keyin u o'z nemini o'zi tepib yeydi. Endi hech kim unga marhamat va himoya degan haqoratni qilishga jur'at qilolmaydi. 3 kundan keyin barliq rasmiyatlarni tugatib, yo'l xirojini oldim. Biri atdiganligi Gulmisol kalfa meni paraxutga o'zitib keldi. Shahab apandi bizdan baldur portga kelib saqlab turibdi. Bu balaning odamgarchiligini unutib ketolmayman. Hamma ishimni jo'ndab, hatto borgan yerda tushadigan mehmonxonaning adresigacha hech narsani unutib qolmay aytib bergan edi. Hozirmi texi saqaymagan o'raqliq bo'yniga ziyon qiladigan port shamili va nam havoga qaramay meni o'zitishga ketdi. Chamadinimni va menga sovg'a qilib akagan kichik qutichini mening o'rnimga o'z qo'li bilan joylashtirdi.
bir necha qatim pastga tushib chiqib, paraxod xizmatchilariga meni tapilaydi. O'zi charchashdan bo'shatdi. Paraxod qo'zg'alg'icha paraxod ustidagi bir burjakda o'ltirdi. Adam ayrilish soatlarida to'xtamasdan gaplashishi, bari so'zini aytib bilish kerak-ku. Halbuki bu bir soat ichida Gulmisol Kalfa bilan balki 10 eg'izmi gaplashmagandimiz. U xira zangar ko'zlari bilan dengizni tomosha qiladi. Qo'llarimni o'ynaydi. Faqat paraxod qo'zg'algan vaqtida chidayolmasdim. Opangni mo'shiyada paraxodga chiqargan edim, Farida. Lekin u sendek yolg'iz emasdi. Xudoyim buyursa, seni yana mo'sh peti quchog'imga olaman, deb ho'ngrab yig'lashga boshladi. Shahab apandining yonimizda bo'lishiga qaramasdan, menmi o'zimni tuta olmasligim mumkin edi. Shu asnoda Wang Chun ko'tarildi. Qiynaqinim palampayni ko'tiramiz, deb Kalfani mo'yrisidan tortdi va so'rashtirib palampaydan tushirishga boshladi. Kichik katib texchi yenimda edi. Rahmat etib qo'limni uzatganimda chiroyining sarg'ayib, ko'ziga yosh og'anligini ko'rdim. Tunji qatim yuzimga tikilib qarashga va etimni atashga jur'at qildi. Farida xonim, demak butunlay ketyapsiz. Ayrilish minutlarining xuddi eg'ir bulutga o'xshash besib turganiga qaramay, kulimsirashdan o'zimni tutolmadim. Yana qanday gumon bo'lishi mumkin? U hech narsa demasdan qo'lini chiqarib olib, yugurganicha palampaydan tushib ketdi. Dengiz safarini bakmo yaxshi ko'raman. 6-7 yosh vaqtimda dadamning konvoyi bilan birga qilgan dengiz sayohatining lazzatini hozirgacha his qilaman. Paraxod va uningdagi odamlar hatto Husaynni unutildi. Lekin cho'ng dengizdan uchib o'tgan qushning esida qanchalik narsa qilishi mumkin bo'lsa, menda taxminan shunchalikni narsa qolgan edi. Hamma tarafi eqib yurgan yo'riqliklar bilan to'lgan havorang bo'shliq ichida uchishmasligi. Dengizning menda qoldirgan cho'nqur ta'siriga qaramasdan, paraxod ustida turishga taqat qilolmadim. Paraxod saroyi Bornedan agib o'tganda yotiqimga tushdim. Shahab apandi akagan quta chamadonimning ustida turardi. Nemaligiga qiziqib ochdim. Biri qut fondan. Mening jandimni yaxshi ko'radigan narsam. Kichik katibning sovg'asidan birini libimga akilishim bilanla ko'zlarimga yosh keldi. Nemishqa yig'layman? Buni bilmayman. O'zimni tutishga intilgan sari ko'z yoshlarim texmi eqib, ko'ksimda bir nima turib qolgandek bo'lardi. Sababsiz bu azob go'yo bu bechora kampirdan kelayotgandek, ixtiyorsiz xutini elib, yotqimning kichikkina derazasidan dengizga etiribdi. Shundoq, dunyoda ko'z yeshidan ma'nisiz narsa bo'lmaydi. Buni tushunaman. Lekin shuningga qaramasdan, hozir bu qurlarni yezayotganimda kirpiklarimdan yoshlar to'kilib, daftar varaqlarini ho'lmoqda. Acaba bu sirtda tevishsiz yig'ayotgan yomg'irning ta'siridimi? Hozir Istanbul qandaqkin? O yerdimi bu yerdagidek yomg'ir yig'ayotandikin? Ko'z yotig'idagi bag'i shu tapda oy yo'riqida chaqnab turandikin? Kamran, yolg'iz sen dilla emas, sen boyaladin bu nafratlanaman. Bugun saharda uyg'onsam, necha kundan beri to'xtamay yoqqan yomg'ir to'xtabdi. Bulutlar tarqab, faqat derizning udulidagi egiz tog' cho'qqilarining u bu yerda so'z tumanli qoldi. Kecha yotganda derizni yepishni unutibdiman. Yenikkina chiqqan tong shamili karvat yopquchiga paqpaygan chochlarimga tushgan quyosh nurini zar cho'chisidek titirtadi va uzib tarqitib o'tadi. 5 kundan beri mehmonxonaning kichikkina yotiqida nervam xilili buzilgan edi. Kechida uyg'onib ketib, yuzimning qiruv tushgan yaproqdek namlashganini bildim.
Yastıqımı nemleşipdi. Demek uyquda yığlapdyman. Halbuki hazır bir parça quyosh xushalligimni, hatta umidimni qaytadan canlandiratdi. Vujudimga maktab yotqida uyg'onganimda his qiladigan bahor tanglarning yenikligini beradi. Bugungi kun menga xush xabar keltirishi kerak. Endi hech nimadan qo'rqmaydim. Xushal o'rnimdan turdim. Ko'ni pasondagi kichikkina jumakda yuyinishga boshladim. Soğu baş çökürüp çıkan kuşlardek menmi silkinip etrafımga, udulimdeki aynakka sular çaçırattım. Işık astağını çekildi. Hacı Kalfa'nın "Yaxşı qopdun mu muallime? Bugün yani sahar turupsan" deyen avazı anlandı. "Salam Hacı Kalfa. Şundaq boldi. Mening uyg'onganligimni qandaq bilding?" Hacı Kalfa kuldi. "Qushday chirildab tursan bilmayman amsa. Haqiqatan qushga o'xshaydigan taraflarim borligiga o'zimni ishonishga boshladim. Mashtalig'ini ilib kiraymi? Bugun mashta qilmasam bo'lmamdi?" Bu qitim u ochiqlandi. "Yo'q, bo'lmaydi. Bu ishingni yoqtirmayman. Sen ya ko'chaga chiqib aylanmaysan, ya o'ynamaysan. Mahbusdek so'linib qolding. Endi tamoq yemasang, o'dulingdagi qo'shnanga o'xshab qolasan." Hacı Kalfa oxirgi so'zini o'tilimdagi uyda o'ltiradigan qo'shnamning anglab qolmasligi uchun og'zini oshqush to'shkiga yaqin akilib ovozini pasaytdi. Anglayotganinglar Belqo to'ridan angtilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Hacı Kalfa bilan dahmo chiqishib ketdim. Birinchi kuni sahar o'rnimdan turib, kiyinib, sumkamni qo'ltiqimga qisib, mehmonxonaning palambidan sakrab tushishga boshladim. Hacı Kalfa oq peshtamni tortib, kichik ko'l bo'yida chilimini tozalab o'tdi. Meni ko'rish bilan xuddi 40 yillik tanishlardek. "Xayrlik bo'l Farida xonim. Nemishqa muncha bola sahar qopdim. Yo'l hardig'i yetib tushguncha uxlaydi deb o'ylagan edim" dedi. Men kulib turib, "Unda qilishga bo'lamdikin? Balalarni o'qitadigan muallima tushguncha uxlay olamdi" dedim. Hacı Kalfa chilimini qo'yib, qo'lini beliga tiradi. "Mana qara. O'zi texe ko'chada to'p-to'zib maktabga boradigan bola turib, balalarni o'qitamish" deb kulishga boshladi. Ma'arif nazoratidan rasmiyat qog'ozlarimni olgan minutdan boshlab yeniklik qilmaslikqa qasam ichgan edim. Lekin Hacı Kalfaning men bilan xuddi buvoqlar bilan so'zlashgandek so'zlashganiga qarab, menmi birdilla bola holatiga kirib, sumkamni osmonga to'pdak etib tutib oldim. Bu qiliqim Hacı Kalfani behmo xush qildi. Qo'llarini bir-biriga urib, "Yolg'on debdimanmi? Texi bolami ekansan?" deb qaqaqlab kulib ketdi. Bir mehmonxona xizmatchisi bilan shunchalik yaqin bo'lish to'g'ri bo'lamdi bilmayman. Menmi uningga qo'shilib kuldim. U yoq bu yoqdan so'zlashishga boshladim. Hacı Kalfa mashq qilmay maktabga berishimga zodil unimadi. "Osh qo'saq, ertadan kechgacha xalqning bolalari bilan chidash qilib bo'lmaydi. Uqdingmi, apandim? Sana ahmay ust aklay. Bugun birinchi kuni. Oldirmasangmi bo'ladi" deb meni majburiy ko'l bo'yiga o'ltirg'izdi. Bu chaqda mehmonxonaning hovlisida hech kim yo'q edi. Hacı Kalfa uduldagi do'konlarning biriga qarab, "Ustam, bizning muallimaga Istanbulning bo'lgisi bilan ust elib kel" deb vaqiradi. Keyin menga qarab, "Bu ustamning usti qoldisda. Buning oldida Istanbulning usti chilim suyrak" dedi. Hacı Kalfaning aytishiga qaraganda, bu ustam qish-yoz seyirlarini omid bilan boqamish. Shunga ustidan omid purab turarmish. "Ustamning o'zidimi omid puraydi" deb chaqchaq qildi Kalfa. Men ko'l bo'yida mashq qilayotganimda Hacı Kalfa bir tarafdan chilimni chayqab, yana bir tarafdan tugumas g'aybatlarni so'zlab, meni malik qilishga boshladi. "Ya Rabbim, bu odam nima degan ko'p narsalarni biladi, ha?
Bo'libmi maktabdagi muallimalarning har birining qancha quri kiyimi borligiga qadar ujur-bujurig'icha biladi. Turib tur, seni o'zim boshlab boraman. Maktabga yaqin, biroq yo'li agri to'qay adashib qolsan. deb oqsoq puti bilan oldimga tushib, haqiqatan o'zim yo'qitib qo'yg'idak agri-bugri yo'llar bilan meni markaziy o'rta maktabning yeshil bo'yalgan yog'och darvozasigacha olib qo'ydi. Ko'rinishi shunchalik xarab bo'lsa-mu, shu kuni cho'qim yaxshi ko'rish niyati bilan kirgan bu maktabda qanday falokatga duch kelganligimni tafsiliy so'zlashim kerak. Xabarlashish bo'limida hech kim yo'q edi. Bog'dan o'tib ketib, katakchi to'qilmadan tikilgan taranjilik yuzi 2 qavat chumparda bilan to'silgan bir ayolga uchrashdim. Qo'lida ko'na xrom somka ko'chaga chiqib ketyotdi. Meni ko'rib to'xtadi va sinchilab qarashga boshladi. "Biror ishingiz bormi, xo'jayin?" "Mudira xonimni izlayman." "Uningda nima ishingiz bor? Men mudira bo'laman." "Shundaqmi, apandim? Men yangi tayinlangan jug'rofiya va rasm muallimi Farida bo'laman. Tunogin Istanbuldan keldim." To'qilma paranjilik mudira yuzni ochdi. Meni boshdan oyoq kuzatgandan keyin ishkilanib turib, "Bu yerda bir o'qishmaslik bo'lmasin, qizim. Jug'rofiya va rasm muallimning o'rni bo'sh edi. Lekin bir hafta avval Galipolo maktabidan bir muallimani avatdi." Men qattiq cho'chib ketdim. "Mumkin emas, atandi. Meni ma'rif nazardan avatdi. Buyruq sumkamda." Mudira tari va cho'kkan peshonasiga qarab, o'sgan qoshlarini ko'tarib, hayronlik bilan yuzimga qaradi. "Subhanalloh, subhanalloh. Qani buyruqni ko'rib boqay." Bu ayol qog'ozni bir necha qitim o'qidi. Cheslasiga qaradi. Keyin beshini chayqab, "Ba'zida o'qishmasliklar bo'lib qoladi. Diqqatsizlikdan ishkillarni bir o'ringa tayinlabdi. Huriya xonimning holi voy." "Huriya xonim kim, apandi?" "Galipolodan kelgan muallima. O'zi yaxshigina bir ayol. U yerning havosi yoqmaganlikdan bu yerga avatgan. Bechorning ko'gligi borganda. Yolg'iz o'zi emas. Men mushkul ahvolda qolaman, apandim," dedim. "Shundoq, bu gapingiz to'g'ri. Bir taraf bo'g'icha bechora xotinni andishiga solmaydi. Men bir ish uchun ma'rif bo'limiga ketyapman. Qani, sizmi bilmayman? Balkim biror chora tepilib qolar." Ma'rif bo'limining mudiri uxlayotgandek ko'zini yumib o'ltirib, oldiga kelganlarning so'zini tingshaydigan, jo'ylagandek uzib so'zlaydigan, qo'lidan ish kelmaydigandek ko'rinadigan ig'ir bir odam edi. U bizning gapimizni xushyoqmay o'ltirib anglagandan keyin asta so'zlashga boshladi. "Men qanday qilaman? Ular shunday qilib qo'yibdi. Bu to'g'riliq Istanbulga xat yozib ko'raylik. Qanday javob kerak?" Kalt chapinining ostidan chiqib turgan qizil fotosiga qarab, dastlab g'arbi kashmikin deb o'ylagan yo'g'on yalpi katib. "Cheslasi qarganda bu xonimning buyruq qog'ozi yangi. Shunga buni kuchga ega qilsak bo'ladi," dedi. Mudir xuddi duo qilayotgandek o'ylanib, bir pas o'ltirgandan keyin, "Garchi shundoq bo'lsa-mu, yana birsini ishdan to'xtatish haqida buyruq kelgani yo'q. Nazoratdan yo'l yo'riq so'raylik. 8-10 kun ichida javob olamiz. Sizmi javob kelgicha sabr qilib tursiz-da, mudira xonim," deb gapni kesiradi. To'qilma paranjilik mudira xonim bilan yana hiliqa agri to'qay ko'chalarni besib maktabga ketdiman. Kashki to'p-to'g'ri mehmonxonaga kelsam-chu. Huriya xonim 45 yoshlardagi qaramataq, tarsachiray pakar bir ayolkan. Bu voqeani uqmayla yuzi teximi qarayib ketdi. Ko'zlari aliyib, bo'ynining guram tomirlari ko'pib ketdi. Keyin dad-faryod urib, bayramlarda bolalar chaladigan pushtakning ovozidek chirqirab,
Voy sho'rim do'stlar, beshimga endi bu balo keldimi debli yiqilib hushidan ketdi. Muallimalar ishxonasida to'plam ko'tarildi. Ko'zoynak taqqigan qiyri bir muallima ishga to'plangan o'quvchilarni ittirib tarqalishga undaydi. Muallimlar Huriya xonimni yerga o'ngmisiga yotqizdi. Yuziga suv purkib sirk suratdi. Sheris ko'ngligining purilishib ketgan yaqisini yeshib, birga chiqib qapargan maydasini o'ylaydi. Men nima qilarimni bilmasdan uduqqan holda bir bulungni qo'limda sumka danq etib turib qoldim. Yelili eshikdan bolalarni qo'g'ilgan muallima ko'zoynagi ustidan menga alayib qaradi. Qizim, odamgarchiligingga hayronman. Texa kulyapsan-a? Shundoq deyishga haqli edi. Haqiqatan o'zimni tutolmasdan kulimsirgan edim. Bu xotin Huriya xonimga emas, o'zimning parishon holimga kulayotganligimni nerdan bilsin? Lekin kulgan yolg'iz men emasdim. Egiz bo'yliq o'tkiri qora ko'zlik bir yosh ayolmi pixildab kulayotdi. U yinimga kelib, quliqimga astag'ina. Bilmaganlar bu xotinning eri xotin ustiga xotin ilib uyga kundash akatdi deb o'ylaydi. U hushidan ketmadi. Asparagi bir vaqa tug'dirish uchun mushunda qilyotdi, dedi. Huriya xonim burnidan, yuzidan suvlar iqitib ko'zini ochdi. Xuddi bir narsa portilgandek kekratdi. Beshini ikki yaqinlashdi. Voy do'stlar, menga nima ko'rgilik? Shuncha yillar yashab endi beshimga bu balolar keldimi? deb ovozini bag'an sira o'rlatdi. Bulbulning sho'ri tilidan deyishdi. Men yana bir o'rinsiz gap qilib soldim. Hech tushmagan yergalar, "Sal yaxshi bo'lib qoldingizmi? Xudoga shukr" deb uningdan ahvol so'rab qo'yibdiman. Huriya xonim shundoq zaharni chashdiki, bu so'zlarni aytib berolmayman. Parvardigora, nimalarni demidi deysiz? Hem jiniga qasd qilib, hem ahvolni so'rab demishman. Dunyoda buningdan ortiq yuzsizlik, hayosizlik, tarbiyasizlik bo'lmasmish. Bir bulung'i tiqilib uzoq tatqinimdan ko'zimni yumib oldim. Muallimlar Huriya xonimni zodili bosolmaydi. U ovozni bag'an sira o'rlatib, shundoq so'zlarni qildiki, markaziy o'rta maktabda emas, odatda ko'chadami ig'izga ilib bo'lmaydi. Qanday narsa ekanligim yuzimdan chiqib turarmish. Uning og'zidagi nemani tortib bilish uchun kim biladi, nazoratda qanchalagan kishi bilan bulung'i tiqilib, ko'zim qorong'ulashib, badanim muzlab boradi. Tishlarim kirishib ketgan edi. Eng yomoni boshqa muallimalarning hammasilar go'yo uni yaxlayotgandek edi. Tuyuqsizlar o'tirdagi ustalga bir musht urildi. Istakan grafinlar jaranglab ketdi. Buni sal avval men bilan birga kulgan o'tkir qora ko'zlik ayol qilgan edi. Hozir xuddi yirtqush hayvonga aylangandek avjiga chiqqan dahshatli ovoz bilan vaqirdi. Mudira xonim, siz bu yerda mudirimi nima? Bu ayolning bir muallimaning nomusiga til tekkizishiga nima ishga yo'l qo'yasiz? Biz nari turyapmiz. Yana bir ig'iz so'z qilishiga yo'l qo'ysangiz, uni emas, sizni sotqa beraman. Bu xotin o'zini nima deb o'ylaydi? Qora ko'zlik muallima yana yerni tepib turib, boshqa muallimalarga hujum qildi. Sizlarga opirin yo'ldoshlar. Rostini aytganda, sizlardan bekmi xush bo'ldim. Ajaba, maktabda bir kasbdoshning haqorat qilinishiga mushundaq ejib qarab tursizlar-ku. Bir minut ichida orig'i jimlik tushdi. Huriya xonim yolg'iz qilayotganini bilibla yana yig'lashga, hushidan ketishga boshladi. Darsga kiradigan vaqt to'shqan bo'lishi mumkin. Muallimalar daftarlarini, kitoblarini, qo'l ishi sevatlarini elib, barabardan tarqalishga boshladi. Mudira xonim, sizni ishxonamda saqlayman qizim, deb chiqib ketdi.
ishxonada meni himoya qilgan ayol bilan ikkimiz qoldik. Onunğa rahmat etishni loyiq ko'rib, "Ya Allah, sizmi meni deb xafalık tattınız?" dedim. U "Kerak yo'q" demoqchi bo'lgandek mo'risini qisdi va kulib, "Atay shunday qildim. Ba'zida mundaqlarning adabini berib qo'ymasa, odamning beshiga chiqib oladi. Qanday qilasiz? Darsdan keyin ko'rishaylik, bo'lamdi?" Mudiraning ishiga oldiga borgan bo'lsam-mu, nemish qilori ichiga kirishni xohlamadim. Yana bu to'g'rida gap qo'zg'ash meni yergandiratdi. Qo'lim bo'shishib, so'mkam eg'irlashdi. Hech kimga ko'rinmasdan maktabdan chiqib mehmonxonaga qaytdim. Anglayotganinglar Belqutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Hoji Kalfa meni ko'rish bilanla nayislangan holda qo'llarini ko'tardi. "Voy muallima, beshingga nimalar keldi?" deb so'zlashga boshladi. Bo'g'anda qani meningdan yaxshi biladi ekan. Mushunchalik qisqa vaqt ichida qanday anglab ulgurgandi? "Ya Allah qizim, ko'zingni yog'an osh. Istanbulga xat yozamiz deb seni aldab yurmisin. Nazorat tunishing bo'lsa, hozirlik xat yozaylik." dedi. Meni nozirga tunishtirgan yashangan shoirdan boshqa hech kimni tunimaydiganligimni aytdim. Hoji Kalfa uning ismini anglash bilan yosh boladek suyunib ketdi. Belqut xazinasi. O mening bosh panohim. Ya Allah, o bir chaqlarda bu yerda o'ttir maktab mudiri bo'lgan. Farishtadek bir odam. Yozg'im qizim, yoz. Agar meni yaxshi ko'rsang, meningdan salom degin. Qulunuz Hoji Kalfa, muborak qulunuzni suyudi deb yoz. Bechara Hoji Kalfa oqsoq putini so'rab, pat-pat yuqoriga chiqatdi. Tergovchi haqliq qo'rqmasin, Ma'arif mudirining adabini bersin yoki shahar injeneriyati Istanbulga mangdi, nazoratga yo'liqib kelishni va'da qildi degan xabarlarni elib keladi. Bu nima degan ajoyib yer. Bir necha soat ichida boyqi kelishmaslikni anglamagan kishi qolmabdi. Mehmonxonaning qahvaxonasidami sap musha haq degan. "Bu nima ish, Hoji Kalfa? Bu yerdagilar hammasi bir-birini tunamdi?" dedim. Qeri gajgisini tatlab turib, "Bu olqandaklar birga. Tosh, tuproqqa uchun jonni pido qiladigan Istanbulni nerdan topsan? U yerda kim bilan kimning kari? Bu yerda fitna fasod, g'ayrat shikoyat to'lib turadi. Buni bilishing kerak. Mendan sana nasihat. Aqlli, adabli bo'l. Rastlarda, ko'chalarda yuzingni ochiq qo'yma. Shunda qil." Ya Allah, u bu shunda qil so'zini shunda bir g'alati ohangda aytdi. "Inshaalloh, inshaalloh. Sening mutaliing chiqib qolar. Bu yerda Arifa ismli bir muallima bor edi. Sud boshlig'i uning bilan to'y qildi. Hozir uning bir qo'li yog'da, bir qo'li bolda. Savomo baxt qush qo'nadi. Bu go'zallik uchun emas, go'zallikning nima keragi? Faqat iffatlik va eg'ir besiq bo'lganligi uchun. Shunda dunyoda odam uchun nomusdan qimmatliroq narsa yo'q." Hoji Kalfaning menga bo'lgan ishonchi va yaqinligi bag'ansira ortib boradi. Har kuni uyidan ushaq-tushak istakanga yapadigan to'r, kashtilik lunga, gullik qumush yalpig'ishga o'xshash narsalarni akilib, yotiqimni zinnatlaydi. Ba'zida biz gaplashib o'ltirganda ostinqi qavatdin. "Hoji Kalfa, qaysi jahannamga yo'qolding yana?" deb vaqirgan ovoz keladi. Bu Hoji Kalfaning xo'jayini, mehmonxonaning egisi edi. Shu chaqda qeri naqshi aytgandek ritm bilan past ovozda, "Ko'zing ko'r bo'lg'ur, Hoji Kalfalar beshingga chiqar" deb g'udimshiydi. Keyin vaqirab turib, "Mana men ozroq ishimiz bor edi" deydi. Mehmonxonada Hoji Kalfadan boshqa yana bir tanishim bor. U 35-40 yoshlardagi monastirlik xotin.
Onun bilan qanday tanışqanligimizni aytib beray. Bu yerga kelgan birinchi kuni oqshimi yotqinda narsa keraklarimni joylashtirib o'tatdim. Eshik asta g'ichirladi. Yotqimga seriq chit ko'ylak kiygan, yeshil giribtishin yog'liq sag'an bir xotin kirib keldi. Eshikdan kiribla. Yaxshi turibsiz, inshaalloh. Xush kelibsiz, xinim qizim, deb ahvol so'radi. Anglik surtgan o'riq yuzi, to'shiklari haq bilan etilgan ko'ni pamni eslatadi. O qashliq atgan bo'lib, bu qashlar va qop-qora tishlari xuddi mo'rdining beshidek uni qo'rqinchli tusga kirgizgan edi. Yaxshi turdik, apandim, dedim sal huduqib. Xinim opalari nerede? Qaysi xinim opam, apandim? Muallimachu. Siz muallimaning qizi emasmi? O'zimni tutolmasdan kulishga boshladim. Men muallimaning qizi emas, o'zi bo'laman, apandim. U egilib tizlarga urdi. "Yey, muallima siz bo'lamsiz. Men hech qachon bunday mushtindek yosh muallimani ko'rmagan. Sizni kapto desa, yashangan bir muallima deb o'ylabdiman. Hozir mushundaqlarimi uchraydi, apandim. Balkim bu dunyoda nimalar bo'lmaydi. Biz u dilingizdagi yotoqda turamiz. Bolalarimni o'qiltib qo'yib, xush kelibsiz deyishga kirgandim. Sizga Xudo rahim qilsin. Kunduzi bola chaqaning dardi bilan nada vaqt bo'lsin. Kechqurun bolalar uxlash bilan meni qayg'u bosadi. Yolg'izlik bir Allohning o'ziga xos. Shunaq emasmi, jinim singlim? Tamakini cheka-cheka xiyollar bilan tangni otqizaman. Sizni menga Xudoyim avatdi, jinim singlim. Ikki eg'iz mingdashsak ko'nglimiz ichiladi. U bechora dastlab meni xinim qizim degan bo'lsa, keyin muallima ekanligimni bilib, jinim singlim deyishga boshladi. Men uningga o'rindiqni ko'rsatib, "Marhamat, o'ltiring", dedim. O'zim karvatning chetiga o'ltirib, putimni pulangtishga boshladim. Monastirlik xonim: "Jinim singlim, men o'rindiqda o'tirolmayman", dedi-da, g'alati holda yerda putlarimning yeniga o'ltirib, tizlarini cho'qchaydi. Keyin ko'ngligining yanchiqidan tamaki qutisini ilib, tamaki o'rashga boshladi va menga uzatdi. "Rahmat atandim, men chekmayman", dedim. "Men mo chekishni xohlamaydim. G'am qayg'u buningga majbur qildi", dedi u. Xo'shnam xilili dardman edi. Monastirda davlatman bir odamning qizi ekan. O'ziga yarasha mevelik bog'lari, bog'chilari, siyirlari bo'lib, ularning uyida 4-5 kambag'al qo'rsqini to'yg'izarmish. Monastirning obro'li yoshlaridan xilisi uningga taklif qo'yibdi ekan. Lekin nodonlikda u qilish asqan ofitserga tegiman deb turibdi. Kashki apsi rasan sabab shu taklif qo'yganlardan biriga berib etgan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi? Lekin bechora xotin qizining beshiga keldiganini nerdan bilsin? Gepiga kirib, bir talla qizini belidagi qilichidan boshqa mol-mulki yo'q bir ofitserga beribdi. Erkinlik kunigacha odatdagidek turmush kechiribdi. 31-martda eri harakatdagi armiya bilan Istanbulga ketibdi. Shu ketgunicha qaytib kelmabdi. Hatto ishkilik xatmi yozmabdi. Kunlarning birida Istanbuldan qaytgan bir tunishidan erining beti ekanligini, shu yerlik bir ayolga uylanganligini anglabdi. Shunday ishlarmi bo'ladi ekan. Shariatimiz 4 xotin elishga ruxsat qiladi. Bechora xo'shnam bir oz yig'lab qashigandan keyin 3 balani ilib bu yerga kelibdi. Kelishni u ketdi, biroq bu kelishi erga yoqmabdi. O'z vaqtida yelnib yalvorib olgan ayolni yurak bag'ri bolalarini ko'gisini kamlabdi. Ularga chiroyni ochmay qaytib ketinglar deb qattiq turibdi. Shuncha yillik xotining menga mundaq jabalansam deb putiga yiqilsimi, itdek surkilib yalvursimi, bu yerda qilishiga eri zotida unimabdi. Bu uzun hikoyani anglab chidamasdan: "Voy xonim apandi, nemishqa sizni xolmagan odamning peshiga yepishib olsiz? U sizni dastlab chaylasa, sizni uningga shunday qilsangiz ish tamom", dedim. Monastirlik xonim mening nodonligimga echinganday kulimsirab turib:
Vay canım singlim, ko'zimni echib ko'rganim shu. Shuncha yil bir yostiqqa bosh qo'ydik. Erdan ayrilish o'ng'aymi? dedi va ovozini titratib turib, "Onadan kechsam yordan kechammas" degan beytni o'qidi. Men ochiqim bilan o'zini oldigan er kishini qandoqmi yaxshi ko'rgili bo'ladi? Men tushunmayman, dedim. U qarayib ketgan tishlarini ko'rsatib, ochiq hijaydi. Siz teqi bola, jinim singlim. Bu ochiqlarni tetimidingiz, shuni bilmaysiz. Xudoyim sizga ko'rsatmasin. Bilqut xazinasi. Men bir qizni bilaman. To'yga 2 kun qolganda va'dalashgan odamining boshqa bir ayol bilan yurib, uni oldig'ini bilib qilib, va'dalashgan uzukini u odamning beshiga etib, chet yerlarga qochib ketgan. U qiz keyin pushaymon qilgandi, jinim singlim. U qizga echinaman. Yuragi hasratda laxta bo'lgandi. Siz o'q tekkanlarni anglamaganmidingiz? Hey jinim singlim, ba'zilar o'q tekkini bilmay qoladi. Texi 4-5 qadam olg'a chamdaydi. Qechib qutulamiz debmi o'ylaydi. Yara yeng vaqtida og'rimaydi, jinim singlim. Bir oz sovsin cho'qini. U bechora qizning qandoq ko'yginini ondan bilasiz. G'azab bilan karvatdan tushib, talviladek uyning ichida u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladim. Yomg'ir derazni chekatdi. Ko'chadan itlarning g'avshlari anglanatdi. Monastirlik xo'shnam cho'nqir bir tatgandan keyin so'zini davom qildi. Xayrixti yashavaman, qanatim sunuq, qo'lim qisqa, madarim yo'q. Monastirda bo'lgan bo'lsam, 2 kundala erimni 10 numussizning qo'lidan tatib olatdim-da. Hayronlik bilan ko'zlarimni yo'g'on echib, "Nima qilyapsiz?" deb so'radim. Bu yerda kundeshim erimni jado qilyapti. Bechorani butunlay o'ziga qartyapti. Monastirning jodugarlari texmi usta. Jiq emas, 3 majdiyaning mehridan kessamla erimni shu xotinning qo'lidan yo'lib bilib, o'zimga qaytarib beradi. Monastirli xonim menga Rum Ali degan yerdagi jodugarlar haqida uzun izohat berishga boshladi. Arif xo'ja ismli bir olban bor ekan. U to'ng'izning quliqini kesib, durbin yasabdi. Qaysi xotin bu ajoyib durbin bilan eriga qarasa, har qancha taloqqa qaraydigan er bo'lsa-mu, shu zamon o'z yo'liga tusharmish. Boshqa har qanday xotin uning ko'ziga to'ng'izdek ko'rinarmish. Arif xo'ja yana so'pinga yengni sanjib, uni o'qib yerga ko'mib qo'ysa, so'pin tuproqda erigan siri odamning dushmanini erib, qo'rilib, yengdek bo'lib qoladi ekan. Bechora xotin qalay qutisidan tamaki ilib, üstilab chekib, buningga o'xshagan afsonalarni so'zlab, jodugarlarni ta'riflaydi. Bu nima degan ma'nosida ichinarliq so'zlar ha? Bo'libmi, so'g'andan keyin og'rishga boshlaydigan yara. Zatim shunday bo'lishi mumkinmi? Men shu zalim uchun hasrat chekamdim. Uni o'ylab qo'yamdim. Monastirli xo'shnamning olipasaq angliklari, qozon kuyisirak qashliqlari, ishiga o'ltirishgan ko'z chanoqlarga surtilgan surminlari dastlab meningda bir xil yeriginish hissini uyg'otgan edi. Lekin bular erini o'ziga qartish uchun qilingan yasinish va bir hili ishkanligini bilgandan keyin yuragim etishib ketdi. Bechora xotin shunday deydi. Erimning ko'ziga chiroyli ko'rinay deb, balalarimning gelini qisib, upa anglik qoshliq surma olaman. Yangi kelinlardek yasansammi bo'lmadi, dedim-ku jadu qilib olgan. Shu kundan boshlab ba'zida yotiqimning ishiga g'ichirlaydi. Burilib qaramasam-mu, shu xotin ekanligini bilaman. Bo'shmisiz jinim singlim, bir oz o'ltirib chiqay deb kirdim. Yolg'izlik shunchalik jinimga tegdiki, bu ovoz meni bekmi xushal qiladi. Shu hamon qalbimni qo'yib, talg'an barmoqlarimni silkib, xo'shnamning menga yod bo'lib qolgan talaysiz ishq hikoyasini zo'q bilan anglashga tayyorman. Bilqut shirkatida ovozga ilinib, Bilqut to'rda anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Reshat Nuri Gontekinning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Chala qushi nomli romanini bugun mushagicha anglatdik.